Bugun sizlar bilan Janubiy Koreyaning MIT'si deb tanilgan universitet bilan tanishamiz. Bu esa Maftuna, ular KAIST universitetining birinchi bosqich talabasi. Va bugungi videomizda ular bizga universitetlar haqida ma'lumot berib o'tadilar. Eng birinchi qilgan ishimiz qizlar yotoqxonasi va u yerdagi shart-sharoitlar bilan tanishish bo'ldi. Bu faqat qizlarnikimi shunda? Nomi nima? Arim Hall, ha? Okey, unda ketdik. Ketdik. Demak, Maftuna bu 3 etajdan iborat, a? 4 etaj uzr, 4 etaj. Kattaligi qancha? То есть anaqasi xonalari qancha? Bir etajda adashmasam 60 nechidir xona. Voy, qochmay kameradan ketdi unda. Ichiga kirib ketaverdim. Dormitoriyaga, ya'ni yotoqxonaga kirish uchun kartalar berilgan. No, hamma universitetda bor, lekin bu yerdan o'tish ham kartaga, bu yerda o'tish ham karta kerak. Okey, ketdik endi. Xo'p, adashmasam bu yerga nimalar keladi? Delivery, posilkalar. Bu yerchi? NHIdan vending machine. Keyin bu tarafda? This is student lounge. Student lounge, okey. Ochib ko'rsa bo'ladimi? Adashmasam ichkarida. Aha, ichkarida odam bor. Bu yerda kirib dam olib o'tirishadi, tipa o'yin o'ynashi yoki xohlagan ish qilish mumkin xolasa. Ko'pincha ovqatlanishar ekan. Bu bathroom, tualet. Aha, lift. Demak, siz nechinchi etajda turasiz? Birinchi. Oy. Okey, chiqishimiz shartmizga. No da, tepaga chiqish uchun bizga lift bor. Bu просто bog'i. Wow, chiroyli ekan. Har bitta xonada karta emas, kalit emas, aynan anaqa kod bor-a? O'zini nimasi вообще zo'r. Biznikida даже kalit. Okay, this is the room. Hi. Oh, круто. Вообще круто. Shkaf. Aha. Maftuna, bilasizmi, xonangiz katta ekan, chunki bizniki real kichkina. И yana men bu tarafda chiroyli bog' ko'rinib turadi. Вообще gullaringiz ham bor. Kuniga necha soat dars qilasiz bu yerda? Maybe. Kamida ko'pida? Eng kam o'rtacha. Qaysidagi studentlar soat nechida uyg'onishadi? Yo darsiga qarab bu narsalar. Manda har kuni soat 9da darsim. 9da, Soat 7:30. Aha, tushunarli. Maftuna stoli, dars stoli. Juda ham chiroyli bezab qolgansiz. Молодец. Menga yoqdi. Bu yoq tarafda ko'cha, ya'ni oyna shu tarafga qaragan. Dars stoli. Juda ham chiroyli. Juda ham estetik. Maza qilib dars qilish kerak. Qizlarning yotoqxonasidan chiqdik. Bu taraf bolalarniki. Mana bo'lsa, okey. Va bu KAISTni juda ham mashhur bo'lgan ko'chasi desak bo'ladimi? Yo'lki bahorda juda go'zal bo'lib gullaydi. Men yotoqxonalarni ko'rib kichik deb turdim-da, lekin bular aytayapti, universitet bo'ylab, ya'ni kampusi bo'ylab bir nechta yotoqxonalar bor. Bir nechta emas, necha edi? Taxminan 15 tacha. No, aniq sonini bilmaymiz, lekin xullas bitta ikkita emas, universitetning har xil joyida joylashgan, ya'ni kampusning ichida joylashgan. Ikkinchi qilgan ishimiz universitet avtobusida kampus bo'ylab aylanib chiqish bo'ldi. Mindik, katta avtobus. Demak, bu hozir faqat universitetda aylanadi-ya. Shu zo'r. Kampusning bir chetidan ikkinchi chetigacha juda ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Dars orasidagi перемена 15 minut. Shuning uchun velosipedda yurmaydigan talabalar darsiga vaqtida borishni xohlasa, avtobusdan foydalansa bo'ladi. Bu kampusning ichida anaqa avtobus nimalari bor, bus stop deymiz. Joyda bor. Mana bu birinchisi, ikkinchisi. Bu главный здание, ko'p darslar shu yerda bo'ladi. Çok güzel. KAIST klinikasi. Tasavvur qilsangiz yoki dormitoriy uchun chest X-ray kerak bo'lsa, shu yerga O'ziniki KAIST прям вообще zo'r. Да, klinik. Yozilib qolgan. Shu o'rtada bu faculty staff apartment. Hozir biz mana shu avtobusda tur qilib keldik, kampus bo'ylab aylanib keldik. Endi qayerga kiramiz? Ovqatlanishga. Okey. Faqat bitta joy bormi ovqatlanish uchun yo ko'pmi? Bir nechta joylar bor. Aha. Biz boshqa joyga.
Adashmasam bizda halol anaqa ovqat bor joyga kiramiz deb aytdingiz. Halol ovqat ham bo'lsa bu yaxshi. So'ngra tushlik qilib olish uchun universitetdagi oshxonalardan biriga yo'l oldik. Hozir oshxonaga kirishga tayyorlanyapmiz va korpusda halol sertifikati turibdi. Endi sertifikat emas, anaqa yozuv. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Va bularni aytish bo'yicha bu yerda kamroq odam bo'ladi boshqa kafeteriyalarga qaraganda. Rahmat. Bular hozir menga kamroq odam bo'ladi deganda, lekin unaqaga o'xshamayapti. Ko'ramiz. Okey, Maftuna. Ovqatimizning nomi nima? Chicken breast ragu. Okey. Biz bu tarafda ovqatlanib chiqdik. Kafeteriyada endi bo'lsa Maftuna bizani kutubxonaga olib bormoqchilar. Ketdik. Qaysi tarafda? Bu tarafda. Keyin bo'lsa Maftuna meni Kayist kutubxonasiga olib bordilar. Ichkarida juda ham zamonaviy va sokin muhit bor. So work. Beautiful bro. Aynan tarafdan ham kirsa bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda gapirish mumkin emas, lekin baribir vaysab ketaman. Xo'p, biz hozir 3-etajga chiqdik. Okey. To'g'ri ekan. Uzr. Hozir ko'rib ketamiz sekin. Hop. Bular kichkina group discussion xonalar. Agar gruppaviy proyekt yoki vazifa berilgan bo'lsa, kelib shu yerda birga qilib ketsanglar bo'ladi. Bu yerni oldindan aniq qilish kerak. Bron qilish kerakmi, tipa? Reserve qilish kerak. Ana tabloda ko'rsatilgan. Qaysi vaqtdan kim nimaga Manimcha anaqa massajli nimalar bor yoki yo'qmi? Biz bu yerda shunaqa yotsa bo'larkan maza qilib. U ikkinchi qavat. Ikkinchi qavatda nima ovqat? Kafe bor ekan ikkinchi qavatda. Uchinchi qavatda nima bo'lyapti shunda biz hozir? Idea Factory. 4-qavatimiz hozir bizda. O'zi общий anaqa dars beradigan. birinchi qavatda Bu hozir kutubxonani binosi edi, ko'rib chiqdik. Katta. Bu tarafi ham kutubxonami yo faqatgina mana shu nimasimi? Hozir Maftuna bizani Kayish Vision Hallga olib kiryaptilar, lekin o'zlari ham bilmasganlar bu yer haqida to'liq. Shunga shunchaki ko'rib chiqamiz. Bunaqa kirganimizda bizani brat kutib olar ekanlar. Nimadir olish kerakmi? Xo'p, robot bilan gaplashsa bo'ladimi? If you need help, press button. Давайте robot bilan gaplashib ko'ramiz unda. Hozir. Bu Kayisni kampusi ekan, ya'ni universitet hududi juda ham katta. Necha gektar degandingiz? Hozir bitta ko'rsa bo'ladi adashmasam. Tak. Wow, da. Bu main kampus. Bizda yana Seulda kampus bor. Munji kampus. Bu kichkina. Bu kichkina ekan. Shunday bu vashi kichkina ekan. Bu anaqasi wow bro. Bir yo'qoldingiz o'zim. Navbatdagi manzilimiz esa Maftunaning asosiy darslari o'tiladigan o'quv binosi bo'ldi. O'zbekchalarni deydi endi ular. Umumiy fanlar o'tiladi, ya'ni olishingiz kerak. Davay chiqib ko'ramiz. Keyin eng katta lecture hall bor. Bu yerda nima joyda academic registrars team deb yozgan. Akademический qanday problema bo'lsa shu yerga kelib. Bu okey, bu yerda joylashgan. Okey. Bu yerda yangiliklar aytilib turadi adashmasam. Kirib ko'ramiz. Bu yerdan chiqsa bo'ladi-ya. Hozir bizga Maftuna bir leksiya xonasini ko'rsatib o'tmoqchilar, qanaqa ko'rinadi bu yerda. Mana. Katta joy ekan rostda. Wow. Oddiy leksiya xona. Chiroyli. Bu yoqni ko'ramiz. Shunaqa vid bor ekan bu yerda. Hozir bu xonada dars bo'lib, shuning uchun sekinroq gapiramiz. Demak, bu yer Women Lounge deb yozilgan.
Xo'p. Muftuna bizga hozir aytib beradilar. Qanaqa joy bu yer? Vau. Qanaqa xona bu yer? Bu ayol qizlar uchun maxsus xona. Aha. Qayerdir og'irsa, mazasi bo'lmasa, kelib shu yerda o'tirib, o'ziga kelib, Aha. ketsa bo'ladi. Uxlasa ham bo'ladi-ya, adashmasam. Oilada uxlab yotishibdi. Homilador ayollar bo'lsa yoki bolali bo'lsa, shu yerga kelib bolasiga qarab ovqatlantirib ketib boradi. Anaqa bu yerda nimalar ham qo'yilgan? Yostiq, masalan, adyol qo'yilgan ekan mana. The best part. Aha. Wow, вот это да. Demak, massaj anaqasi ham bor. Zo'r. Kelib turasizmi o'zingiz ham? Молодец. Молодец. Tifal ham bor ekan даже, ha? Tifal. Ну, tifal choynak. Ichkarida холодильник bilan mikrovolnovka bor. Bitta ko'rib ketsa bo'ladi. Uni uxlab yotibdi, lekin ozgina ochib ko'raylik. Eshiklarda ko'proq narsa bor ekanligi uxlab yotishgan uchun kiraman Elizabetga. O'quv binosi bilan tanishib bo'lgach, biz Kaisdagi sport kompleksiga yo'l oldik. Sport kompleks bo'ladi. Hozir shu yerga kiramiz. Demak, Maftuna nimaga bu yerga keldi o'zi? Bugun emas, o'zi shu hafta davomida birinchi kursi uchun sport o'yinlaridan musobaqa bo'lyapti. Badminton o'ynayapman. Bundan tashqari futbol va basketboldan ham bo'lyapti. Musobaqalar. Okay, ochasizmi eshikni? I guess this is closed. Chili, okay. Kaisda qanaqa sport klublari bor? Klub. Klublar ko'p. Tennis, badminton, ularga ko'pchiligi qarashli uchun. Nimaga qarashli uchun? International uchun. International uchun отдельно. Katta eng katta klub international. U yerda har xil divizionlar bor. Hiking, futbol, tennis, boshqalar. Mana shunda hiking divizionlar bor. Ora-orada Qatnashib turasiz. Молодец. Aha, endi bu bizda sport kompleks. Zo'r. Hozir we are going to lose. You're so aggressive. уже yutqazyaptilar mana xayollarida. Mayli, men bu yerlarni ko'rsatib turaman. Xullas, juda ham katta joy. Sport zal, ajoyib. Badminton boshlandi. O'ynashyapti. Adashmasam bular koreyslar. Ularni, ya'ni Maftunani qarasa kim bilmayman. Lekin tur boshlandi. Maftuna, nima bo'ldi? Universitet bo'ylab turimiz tugagandan so'ng Maftuna bilan birgalikda kichik intervyu o'tkazdik. Universitetga kirishingiz uchun sizga nimalar kerak bo'lgan? Ya'ni Kaisga kirishingiz uchun aytib bera olasizmi? IELTS'im 7. Lekin Kaisga kirish uchun IELTS bo'lishi shart emas. O'qishga kirganingizdan keyin ham topshirsangiz bo'ladi. SAT'm yo'q. Faqat A-level natijalarim bilan kirganman. A-level bu Cambridge universiteti tomonidan taqdim etilgan o'quv dasturi. Prezident maktabida 10-11 sinf davomida AS A-level o'qitiladi. O'shani bitirgandan keyin imtihon topshirib, natijalarimizni universitetga kirish uchun ishlatsak bo'ladi. Demak, siz aytyapsizda, masalan, prezident maktabida bizga topshirtirishadi deganda, uni oddiy maktabda o'qigan o'quvchilar ham topshira oladimi? Ha, o'zlari mustaqil tayyorlanib, registratsiyadan o'tib, topshirishsa bo'ladi bemalol. Va bu plyus bo'ladi baribir, ha? Men faqat A-level topshirganman. A-level natijam bilan kirganman. Boshqalar esa SAT bilan kirganlar bor yoki A-level hamda SAT bilan kirganlar bor. Va kirganlar ko'pchiligi olimpiadistlar, ya'ni xalqaro olimpiadalarda bronza, kumush, oltin olgan olimpiadistlar kelgan. O'zimiz O'zbekistondan ham matematika va fizikadan olimpiadistlar o'qiyapti. Ikkinchi savolimga keladigan bo'lsak, men bilaman, что siz Yangi O'zbekiston universiteti talabasi edingiz, lekin hozir mana Kaisda o'qiyapsiz. Va bu qarorga kelishingizga nima sabab bo'lgan? Kaisda Yangi O'zbekistonga nisbatan imkoniyatlar ko'proq. Ya'ni bu yerda turli xil laboratoriyalar bor, o'zingizning yo'nalishingizga doir. Уже ikkinchi kursdan o'sha laboratoriyalarga qo'shilib tajriba orttirsangiz bo'ladi. Undan tashqari, Yangi O'zbekistonda o'qiyotgan paytimda
man 100% amin emasdim o'sha yo'nalishni man rostdan yoqtiramanmi yo'qmi, menga to'g'ri keladimi. Chunki u yerda kirayotganda o'sha yo'nalishingizni tanlashingiz kerak. KAISda esa birinchi kursda yo'nalish tanlash shart emas. Kirasiz, har xil yo'nalishlardagi darslarni olib ko'rasiz, yoqadimi, yoqmaydimi, o'zingizda ishonch hosil qilib olishingiz uchun ham bu juda yaxshi. Shu yerga kelgandan keyin men tushunganman, yangi O'zbekistondagi yo'nalishim uncha menga to'g'ri kelmas ekan. Va men Endi topyapsiz-da, endi o'rganib. Keyingi semestrda tanlaydigan yo'nalishim Chemical and Biomolecular Engineering, ya'ni muhandislik, kimyo va biomolekulyar muhandisligi. Hamda KAISda o'qiyotganda bitta major bilan bitira olmaysiz. Bitta yo'nalish bilan bitirib bo'lmaydi. Kamida bitta major, bitta minor bo'lishi kerak, yoki double major bo'lishi kerak, yoki advanced major bo'lishi kerak. Universitetda kontrakti bormi? Bo'lsa qancha? Kontrakti bor. Adashmasam yiliga $3000. Yiliga, aha. Bu yaxshi. Menimcha yiliga $3000. Lekin KAISga kirgan hamma studentlarga tuition scholarship beriladi, ya'ni kontrakt puli 4 yil davomida qoplanadi. 4 yil. Wow. Agar 4 yil davomida bitira olmasa, ayrim departamentlar sizni keyingi 2 ta semestringizga ham qoplab beradi. Bundan tashqari, tuition scholarshipdan tashqari ular biz stipendiya olamiz. 350 ming won. 3,5 million so'm. Taxminan. Taxminan. Keyin hamda ular bizani страховкamizni qoplab berishadi. Ya'ni sog'liq sug'urtangizni qoplab beradi. Masalan, hozir 4 yilga ham bunaqa grant beradi deyapsiz-ku kirgan odamga. Uni qanaqadir talablari bormi? Masalan, baho tushib ketmasligi yoki shunga o'xshaganda. GPA 4.3 dan 2.7 bo'lishi kerak. Har semestr sizni grant miqdoringiz o'zgarmaydi. Misol uchun, adashmasam sizlarda o'qishingizga qarab keyin chiqadi. Bizaniki o'sha 2.7 dan tushmasa bo'ldi, 100% grant. Tushunarli. Va oxirgi savolimni aytib ketay. KAISda sizga eng yoqadigan bir narsasi, tipo juda yoqadigan nimasidir? Xohlagan sohada bo'lishi mumkin, kulturasi bo'lishi mumkin. Eng yoqadigani boya aytib o'tgandek, yo'nalishingizni birinchi kursda tanlashingiz shart emas. Va qaysi fanni o'qishni o'zingiz tanlaysiz. Xohlasangiz mexanik muhandisligini o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Qiziqasizmi, yoqadimi, yo'qmi, shuni bilib olish uchun. Yoki matematikadan o'zi yo'nalishga doir fanlar olib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha joy yoqadi. Va albatta stipendiya berishadi. Unda rahmat, kattakon savollarimga javob berganingiz uchun va biz keyingi mavzuga yo'llanib ketdik. Intervyuyimizni tugatib bo'lgach esa KAIS brand shopga kirdik. Nimaga aynan ko'k? Bu universitetimizni simboli. Ramzi hisoblanadi. Bunda Habibti mumzuki ham bor ekan. Bunda kelin ham bor ekan. Zo'r, вообще zo'r. Narxi qancha bo'ladi? 5,000 10 ming won ekan. 50 ming 100 ming. 50 mingdan 100 minggacha. Bunda katta nomzuki. Okay. Suvenirlar har xil. Nobuzuki from nuclear engineering. Okay. This is from lab. Даже бассейнda kiyadigan shapочкаларgacha bor ekan. Wow. Просто wow. Bu Просто like decoration. Kring bular department. Ne? Ketdim. Ko'chaga chiqib ko'ramiz. Endi kampusni biroz aylanamiz. Shu bilan meni KAISdagi bir kunim o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda o'qishni maqsad qilgan barchaga bir kun kelib albatta o'z niyatiga yetishini tilab qolaman. Umid qilamanki, bu video orqali KAISdagi muhitni oz bo'lsa-da his qila oldingiz. Bergan yordamlari uchun Maftunaga esa alohida rahmat.